Hozir biz imkon beton zavodiga yana keldik. Endi batafsil ma'lumotni shu ish boshqaruvchilari Mavlon akadan olamiz. Intervyu sifatida olamiz, ya'ni tabiiy yolg'onlarsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mavlon aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xolin aka. Tabiiy bo'lsin deb intervyu sifatida olaveramiz aka. Batafsil shu zavod haqida mikrofonni men sizni metizga taqib qo'yaman aka. Endi raqamga o'tib olsak. Hop. Bu imkon beton zavodi Bag' Mavlon aka, ya'ni ish boshqaruvchi hisoblanadilar. Batafsil ma'lumotni zavod haqida sizlarga bir tushuntirib o'tishadi. Mavlon aka, qisqagina obunachilarimiz uchun samimiy bir ma'lumot berib o'tsangiz. Imkon beton zavodi 2003-yildan beri faoliyat olib kelmoqda. Bu 22 yil bo'ldi. 22 yil davomida Imkon beton butun O'zbekiston bo'ylab sifatli temir beton plitalari, stalba, kolodez, shlaka binolarni yetkazib kelmoqda. Imkon betonda ko'p yillik tajribaga ega xodimlar ishlab kelmoqda hamda bizning mahsulotlarimizni sifatli mijozlarimizga yetkazib berishda yo'lga qo'ygan. Ajoyib aka. Endi hozir xodimlarimiz dedingiz, ularning ish tajribasi qancha? 5-10 yil qancha? Xodimlarimizni tajribalari 5 yilligi bor, 10 yillik, 10dan oshirog'i. Dalji imkon beton tashkil topganda baravar boshlangan xodimlarimiz ham ajoyib, ajoyib. Ya'ni yollanma ishchilar, ustalar emasda, ya'ni haqiqiy o'z ishini ustasi, mutaxassislari ishlab kelmoqda. Ajoyib. Endi shu zavodimiz haqida 3 ta afzalligini aka. Nimaga aynan imkon beton tanlash kerak odamlar? Shu haqida qisqagina. Imkon betonda birinchi afzalligi har bir mahsulotimiz sifatli, GOT standartiga javob beradi hamda o'z sertifikatiga ega. Har bitta mahsulot. Har bir mahsulotlarimiz. Ajoyib. Ikkinchi afzallik. Ikkinchi afzalliklarimiz bizning mijozimizni buyurtmalarini tez, sifatli hamda sifatli yetkazib berish servislari mavjud. Ajoyib. Uchinchisi, uchinchi afzallik tomoni Qo'qon shahar shu yon atrofimizdagi qurilishni boshlagan mijozlarga imkon beton tomonidan borib o'lchab kelish xizmatlari mavjud. Va bu xizmat pulli yoki bepul? Yo'q, bu xizmatlarimiz bepul hisoblanadi. Ya'ni Qo'qon hamda yon atrof hududlariga servis xizmat ko'rsatishlari mutlaqo bepul ekan. Bundan ortiq nima kerak? Agar sizga ham ushbu mahsulotlar kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasiz. Va qo'ng'iroq uchun men nomer qoldiramiz pastda, bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishlaring mumkin bo'ladi.